Assalomu alaykum azizlarim. Kelayotgan avgust oyi bizni nimalar kutyapti? Bularni bir analiz qilib chiqamiz. Qanday nimalar kutyapti, nimalarga tayyor bo'lishimiz kerak yoki qanday energiya ichkarisida bo'lamiz, qanaqangi bir motivatsiyalar olishimiz kerak, bularni ko'rib chiqamiz. Birinchi va ikkinchi pozitsiyasidan bittasini tanlaysiz va boshlaymiz. Xo'sh, birinchi pozitsiyani tanlagan insonlarimiz uchun avgust oyi qanday kechadi? Eng yaxshi kartalarimni tanlab olishga harakat qildim. Aytyaptiki, o'tgan oy juda ham siz uchun og'riqli kechibdi ekan deyapti ekan. Ba'zi insonlarda qalb og'riqlari bo'ldi deydi. Mana bu iyul oyida deydi, ko'pgina narsalarga nuqta qo'yishga majbur bo'lganligi uchun ham deyapti. Juda ko'p nimalar ichida qolib ketdi deydi. Stresslar, qiynalishlar, qalb og'riqlari ichkarisida qolib ketdi deydi. Lekin avgust oyidan boshlab deydi, asta-sekinlik bilan yengillashishi boshlab deydi. Bu narsalar asta-sekinlik bilan o'tib ketishi boshlaydi deydi. O'sha avgust oyini o'rtalariga borib deydi, har taraflama qiyinchiliklaringiz o'tib ketishi, sizga dastak bo'luvchi insonlari chiqishi, misol uchun oilaviy munosabatlarda juda ko'p ko'ngil buzarliklar, dilxiraliklar o'tgan bo'lsa iyul oyida deydi, avgust oyiga kelib deyapti, hammasi o'z iziga tushib ketadi deydi. Bu borada sizga yoningizda yordam berib, maslahat berib, o'zini fikrlarini ayamaydigan insonlar bo'ladi va ularni soyasida o'ylab ko'rib, bundan keyingi xatti-harakatlaringizni qanday qilishingiz kerakligi to'g'risida yoki qanday fikr xulosa chiqarib, qanaqangi qadam tashlashingiz kerakligi to'g'risidagi qarorlaringizni ola olasiz deyapti va o'sha ko'ngil xiralik, dil xiralik bo'lgan insonlar, do'stlaringiz, oila a'zolaringizdir yoki ish hayotidadir, bularni hammasi deyapti, iziga tushirib yuborasiz deydi. Buni o'zingiz amalga oshirasiz, kimlarnidir maslahati bilan, lekin siz o'zingiz harakat qilib amalga oshishingiz ko'rinyapti bu yerda. Va avgust oyida deydi, barakali bir narsalar kirib kelyapti. Ba'zi insonlar deyapti, balkida deyapti ishxonasidan qandaydir rag'batlantiruvchi nima olib bir joylarga sayohatga chiqishi mumkin. Chunki mo'l-ko'lchilik bor, moddiy jihatdan juda ham chiroyli mo'l-ko'lchilik bor deyapti. Ko'pchilik bilan birga deyapti, bir joylarga borib sayohat qilish, o'zini yangidan kashf qilish holatlari bor deydi. Bu avgust oyimizda deydi, juda ham ko'p insonlari oilasida mustahkamlashadi. Birinchi kategoriyani tanlagan insonlarimiz uchun va deydi, farzand kutayotgan insonlarda deydi, avgust oyida xush xabarlar bo'lishi kutilyapti deydi. Xo'sh, avgust oyida birinchi kategoriya tanlagan insonlarimiz uchun demakki, iyul oyida bo'lgan dilxiraliklari hammasi avgust oyining o'rtasiga kelib o'tib ketishi ko'rinyapti. Farzand kutayotganlar farzand xabari bo'lishi, oilalari mustahkamlanishi va moddiy jihatdan mo'l-ko'lchilik va sayohat kutyapti ekan. Qisqacha olib aytadigan bo'lsa, birinchi kategoriyani tanlagan insonlarimiz uchun. Xo'sh, ikkinchi kategoriyani tanlagan insonlarimiz uchun avgust oyimiz qanday keladi? Qanaqa energiya ichkarisida siz hozir avgust oyida qanaqada bo'lasiz? Qanaqangi motivatsiyalar beryapti? Bu oy deyapti, siz uchun juda ham barakali keldi deyapti. Hattoki deyapti, shunaqa darajada nima qildiki deyapti, kayfiyatingiz ko'tarildi deydi. Ya'ni iyul oyida xuddi shunaqa holatlar ichkarisida, shod-xurramliklar ichkarisida bo'libsiz deyapti. Bu narsa deydi, avgust oyida ham ozgina davomiyligi bor. To'g'ri, ozgina kichkina ko'ngilsiz voqealar bo'lishi mumkin, lekin bular hammasi ahamiyatsiz. O ko'ngilsiz voqea nimadan kelib chiqishi mumkin? Iyul oyida juda ham ko'p sarxarajat qilib yuborganingiz oqibatida avgust oyini boshlarida ozgina deyapti, moddiyat bilan nima qilishingiz mumkin yoki nimalargadir pul yetkaza olmasligingiz mumkin. Lekin bu avgust oyini birinchi haftasidan o'tib ketib, yana deydi, daromadlar bo'ladi deydi. Qo'lingizga katta miqdorda pullar tushadi deydi. Yoki bo'lmasam, yon atrofingizdagi insonlar yordamchi bo'ladi. Aytyaptiki, bu oy deyapti, butunlay o'zingiz uchun vaqt ajratib turgan vaqt. O'tgan oy ham o'zingiz uchun vaqt ajratgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu oyda 3-haftasidan keyin ham o'zingiz uchun deyapti, vaqt ajrating, tashqi ko'rinishingizni o'zgartiring deydi.
Avgust oyi umuman ikkinchi kategoriyani tanlagan insonlarimiz juda ham ko'p davralar ichkarisida ko'rinyapti. Qandaydir gap-gashdekdir, to'y-to'rqindir, boshqadir. Shunaqangi kayfiyat a'lo darajadagi yuksak kayfiyat bor, chunki bu yerda ko'proq to'y-to'rqin bor bu yerda. Avgust oyi siz uchun juda ham harakatli va charchatadigan bir oy bo'lib o'tishi ko'rinyapti bu yerda. Chunki juda ham ko'p borib keladigan joylaringiz bor. Homilalik xabarlari ham eshitishingiz mumkin bu oralarda deydi. O'zingizdir, yaqiningizdir, kim bo'lsa ham deydi. Homila yoki yangi farzand tug'ilishi holatlari ko'rinyapti bu yerda. Xo'sh, ikkinchi kategoriya uchun yana nimalarni bilishimiz kerak? Aytyapman-ku, juda ham harakatli oy, juda ham ko'p charchashingiz ko'rinyapti bu yerda. Aytib o'tganimdek, o'sha farzand, homilalik holatlari bor deydi. Ozgina deydi, dam olishga ehtiyojingiz bor deydi. Keyin aytyaptiki, yana bu yerda ba'zi insonlarda oila kattalaridan, oila a'zolaridan kimlarnidir ozgina xafa qilib, dilxiraliklarga sabab bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Ularga ozgina kichkina surpriz, kichkina sovg'a qilib, ozgina ko'nglini olishga harakat qiling. Chunki bu holatdan siz ham, o'zingiz qarshidagi inson ham qiynalayotgani ko'rinyapti, ichi olov bo'lib yonayotgani ko'rinyapti deydi. Avgust oyi sizni yangi narsalarni o'rganish, juda ham harakatli ikkinchi kategoriyada insonlar uchun ham ishlaydi, pul topadi, ham to'y-to'rqin, gap-gashdekdan boshi chiqmaydi. Yangi tug'ilgan bolalar yoki homilalik xabarlari yoki yoshi ulug'larning ziyoratlari, hamma narsa bor. Buni ichida yana yangi narsalarni o'rganish bor. Ya'ni yoki birorta kasb hunardir, biror o'qishdir, bilmayman, lekin yangi narsalarni o'rganish, ya'ni bilim olish, malaka orttirishga o'xshagan narsalar bor. Ikkinchi kategoriyalar tanlagan insonlarimiz uchun avgust oyi umuman to'xtovsiz harakat bilan o'tishi va birozgina charchashi ko'rinyapti. Lekin aytyaptiki, avgust oyining 3-haftasidan deydi, o'zingiz uchun vaqt ajratib, tashqi ko'rinishingizga o'zgartirish kiriting, dam oling, ko'nglingiz tusagan ko'pgina narsalarni qilib, o'zingizni ham ozgina bo'lsa ham rag'batlantiring deydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.